Tanlangan asarlar. Ozod Sharafiddinov. Ma'naviy kamolot yo'llarida. Qutlug'qonning sharofati. Kitoblarim orasida Qutlug'qon romanining lotincha yozuvda bosilgan birinchi nashri bor. Muqovada bir qo'lini ko'ksiga qo'yib, ikkinchi qo'lini musht qilib osmonga o'qtalab turgan qariyaning surati. Bu qalin kitob uyimizga kelganiga salkam 60 yil bo'ldi. Bu muddat ichida kitob ham menga o'xshab qaridi. Varaqlari titilib ketdi, biroq qog'oz o'ng'ib sarg'aydi. Sarga yirtiladigan bo'lib qoldi. Yangiligida atlasdek tovlanadigan kolenkor muqova xira tortib, har xil dog'lar bilan qoplandi. Biroq 60 yil avval bu kitob yuragimda yoqqan olov hali so'ngani yo'q. Har gal kitobni qo'lga olsam, bu olov yangidan oyoqlanadi. Uni o'qiganda qalbimda charx urgan hislar yana vujudimni chulg'ab olayotgandek bo'ladi. Qutlug'qon men o'qigan o'zbek romanlarining birinchisi edi. Adabiyotning alifini shu romandan o'qiganman. Qutlug'qonni 5-sinfda o'qib yurgan kezlarimda 1941-yilning 1-mayida sotib olgandim. Bu kunni aniq eslab qolganlarning boisi albatta voqea bunday bo'lgan edi. 1941-yilning ko'klamida Toshkent maktablarining ba'zilarida yosh armiyachilar otryadlari tuzildi. Ularga yuqori sinf o'quvchilari orasida yaxshi o'qiydigan, jismonan baquvvat bolalar tanlab olinardi. Albatta bizning sinfda hech kimni olishmadi, lekin sinfimizdagi bolalar har narsaga ko'nib indamay ketaveradigan anoyilardan emas edik. O'sha kezlarda zamonaning zayli bilan kim ko'rgan kinolarning ta'sirlanadimi yoxud bolaligimizga boribmi, urush o'ynashni juda yaxshi ko'rardik. Qizillar bilan oqlar o'rtasida shiddatli janglarda birontamizning burnimiz qonamagan, lunjimiz shishmagan, ko'ylagimiz tutilmagan kun kamdan kam bo'lardi. Ko'pchiligimiz katta bo'lganda harbiy bo'lishni, harbiy bo'lganda ham albatta marshal bo'lishni orzu qilardik. Faqat popgina o'zidan marshal chiqishiga ko'zi yetmasdi. Shekilli ba'zan bo'ynini qisib xo'rsinib gapirib qo'yardi. Varshilovning oti bo'lsa ham mayli edi. Jangda shamoldek chopardim. O'qlarning generali tepib joyidan abjag'ini chiqarardi. Shunday bo'lgandan keyin otryadga kirmasligingiz mumkinmi? 5-6 ta bola direktorga xiralik qilib yurib otryadga yozilib oldik. Otryad har kuni mashq qilardi. Ba'zi kunlar safda yurishni o'rgansak, ba'zi kunlar nayzabozlik janglari bo'lardi. Mashqimiz biroz qiyomga yetgach, shahar tashqarisiga chiqib, rasman jang ham qilib qaytdik. Bu arada may bayrami ham yaqinlashib qoldi. Yosh armiyachilarga harbiy forma beriladigan bo'ldi. Uydan pul keltirib uni oldik. Forma ancha-muncha chiroyli edi. Hammamizda bir xil qora shim, oqish ko'kimtir ko'ylak, yoqada harbiylarnikidagi qizil petlisa va boshda o'quvchilar kiyadigan pilotka. Formani kiyib saf tortib Qizil maydon sari borar ekanmiz, odamlar, ayniqsa o'zimizga tengqur bolalar havas bilan qarashadi. O'zimiz ham salobatlik bo'lib ketgandik. Gurs-gurs qadamlarimizdan ko'chalar larzaga kelgandek bo'lardi. Ko'ngilda bir dunyo quvonch, g'urur bilan harbiylashgancha shaxdam qadamni tashlab, chest berib Qizil maydonda o'tdik. Namoyishdan keyin hammamizga javob deydi. Bolalar bilan birga Navoiy ko'chasi bo'ylab uyga yo'l oldik. U paytlarda Navoiy ko'chasi hozirgidek muhtasham emas edi. Hadradan O'rdagacha 3-4 tagina yangi qurilgan baland imorat bo'lib qolgan binolarning ko'pchiligi eski, pachoq va yapasqi edi. Ko'rimsizligi ustiga ko'cha ancha tor, uydim chuqurlar serob edi. Shunday bo'lsa ham bayram kunlari bu ko'chada sayr qilishning yaxshi ko'rardi. Ayniqsa Shayxontohurga bir kirib chiqmasak, ko'ngil taskin topmasdi. Shayxontohur Navoiy ko'chasidagi eng obod, eng bahavo, eng gavjum guzar edi. Kinostudiyaning turmanikiga o'xshash baland devoriga tutashgan xarsang zinalardan ko'tarib zavorli o'ymakor darvozadan ichkariga kirasiz-u, ko'z o'ngingizda quruq sayrgoh namoyon bo'ladi. Bir tomonda choyxo'rlar to'lib toshgan choyxonalar, to'rqovoqqa solib ilib qo'yilgan bedalarni biri oli, biri qo'yib sayrab turibdi. Choyxonalar qatorida dimog'ini qichitib, ishtahani qo'zg'atadigan
hid anqib turgan oshxonalar, yana bir tomonda har xil mayda yirik do'konu do'konchalar, narxda girdida ayvoni gullar ochilib yotgan kattagina chorburuq hovuz, uning qarshisida olag'ovur bozorcha, nayzongul degan ko'z boylagich atrofdagi tomoshabinlarni angraytirib, xunlarini namoyish qiladi. Holvapazlar, qandolatfurushlar, novvoylar biridan o'tkazib molini maqtaydi. Qo'yingchi, yonida hayitlik tangasini jiringlatib bu yerga kelgan har qanday bola ham ko'zi o'ynab, aqli shoshib, og'zi ochilib qoladi. Biz ham hayitligimizni miriqib qarshilash uchun Shayxontohurga burildik. Biroq bu gal har galgidek mazza qilish nasib etmagan ekan. Zinadan qaytarilib darvozadan ichkarisiga kirsak, gumbaz ostida 2-3 ta tumordekkina do'konchalar bor edi. Ularning bittasi kitob do'koni bo'lib, bugun bayram bo'lishiga qaramay ochiq ekan. Tabiiyki, sheriklarimdan ajralib qolib do'konga kirdim va kitoblarni tomosha qila boshladim. Ularning orasidan bittasi ko'zimga olovdek ko'rinib ketdi. Kitobfurushdan uni ko'rsatishini so'radim. Gardashi dumaloq, ko'zoynak taqqan cho'qqi soqol, ko'k duxoba do'ppi kiygan kitobfurush qo'limga kitobni tutqazar ekan, uni maqtay ketdi. Yaxshi kitob, yangi, kelganiga 3-4 kun bo'ldi. 100 ta edi, oz qoldi. O'qisang maza qilasan-da. Kitobni ko'rinishiyoq meni mahliyo qilgan edi. Uning silliq muqovasini silab, ohista varaqlarini ochdim. Ichidagi suratlarni qiziqishimni yana orttirdi. Olishga qat'iy ahd qilib, muqovani orqasiga qaradim u yuragim shuv etib ketdi. Kitobning narxi 11 so'm edi. 11 so'm u paytlarda katta pul edi. O'rtacha bir oila bu pulga bemalol 2-3 kun tirikchiligini o'tkazishi mumkin edi. Unday bo'lsa, hali ona suti og'izdan ketmagan bolaning yonida shuncha pul qayoqdan kelib qoldi deb hayron bo'layotgandirsiz. Hayron bo'lmang. O'sha kuni kelib ertalab maktabda forma berishganda hamma bittamizga pulimizning qaytimini berishgan edi. Menga 30 so'm tutqazishdi. Qo'l qo'yib oldim. Yonimda bundan tashqari yana 1-2 so'm hayitligim ham bor edi. Tabiiyki, men 30 so'mni uyiga olib borib berishim kerak. Lekin yurakka o'z solib qo'ygan ishtiyoqimni alanga oldirib lovullatib yuborgan mana bu kitob nima bo'ladi? Albatta, uydagilardan so'ramog'im kerak. Aya, kitobga pul so'rasam yo'q demaydilar. Shu paytgacha qachon so'rasam 1 so'm, yarim so'm berib kelganlar. Biroq Qutlug'qonni tushmagur 1 so'm, yarim so'm emas ekanda. 11 so'm ayam yo'q deyishi mumkin. Mabodo ayam xo'p deb rozi bo'lganlarida ham to men uyga borib ayamdan ijozat olib qaytib kelguncha kitob tugab qolsa nima bo'ladi? Yo bayram munosabati bilan do'konni ertaroq yopishsa-chi? Nima qilmoq kerak? Shartda olaveraymi yoki sabr qilaymi? Mening taraddudlanib qolganimni ko'rib kitobfurush yana bir miqdor kerosin sepdi. Bunaqa kitob kamdan kam bo'ladi o'g'lim. Gapimga ishonaver. Hech pushaymon qilmaysan. Tavakkal nima bo'lsa bo'lar dedim-u, yonimdagi puldan 11 so'mni sanab berdim. Kitobni olgandan keyin o'yin, kulgu-yu sayllar ham ko'zimga ko'rinmay ketdi. Tezroq uyga borsam, hamma ishni yig'ishtirib, kitobni o'qishga kirishsam, uyga yo'l oldim. Osmon tip-tiniq, quyosh charaqlab turibdi. Bahor bo'lsa hamki kun ancha issiq. Birpasda ko'nglim terlab ketdi. Kitobni hali kirib bitmagan qo'lansa yelimi kленkor orqasidan so'zni o'tib qo'limga yopishdi. Yonimda dastro'molni olib kitobni o'rab oldim. Ko'chada odam ko'p, ayniqsa yosh yalanglar ko'chalarda quvonch sadolarini to'ldirib yuborishgan. Gul ko'p, chuchmomalar, nastarin, hatto ertagi atirgullar. Mening ham bugun vujudimni bayram kayfiyati cho'lg'ab olgan. O'zimdan o'zim jilmayapman. Oyog'im yerga tegmay ketib boryapti. Hammasi yaxshi, hammasi joyida-yu, lekin baribir yuragimning bir chekkasida jinday xiralik bor. Nihoyat uyga yetib bordim. Maktabdan qaytgan pulni qolgani buvimga berdim. Ayam uyda yo'q ekanlar. Apil-tapil ovqatlangan bo'ldim-u, kitobni o'qishga kirishdim. Romanning birinchi sahifalaridanoq ajoyib bir hayot manzaralariga boshim bilan sho'ng'ib ketdim. Mana saraton manzarasidan biliq-biliq tuproqni bosib, yo'lchi qishloqdan kelmoqda. Birinchi uchrashuvdayoq u o'zining kelbati bilan ertaklardagi pahlavonni eslatadi. Mana u Mirza Karimboyning huzurida supada qimtinib, tortinib, omonatgina o'tirib, u tog'asining bolalariga sovg'a qilib qo'rt olib kelgan.
Beki esa uning sovg'a-salomini pisand etmay, kinoyalar qiladi. Mirza Karimboy xulq-ahvol so'rashib, yerni zinhor-bezinhor sotmaslik haqida nasihatga kirishadi. Mana yo'lchi tog'asini buyrug'i bilan birinchi kundanoq to'nka kavlashga kirishdi. Qo'yingchi, romani har bir sahifasida odamni hayajonga soluvchi, xotirasida umrbod muhrlanib qoluvchi biri-biridan ajoyib, biri-biridan maroqli voqealarga boy. Har bir voqea oqibatida tasavvuringizda roman qahramonlari butun suvratu sayratlari bilan jonli odamlar sifatida chuqurroq gavdalana boradi. Siz ularning qiyofalarini, rangi, ro'ylarini, fe'l-u atvorlarini xuddi o'zingizga turgandek aniq va tugal ko'rasiz. Men albatta bu zamonlarda xarakter, obraz, milliylik, badiiy umumlashtirish va hokazo kabi adabiyotshunoslik kategoriyalaridan bexabar edim. Hatto kitobxon sifatidagi tajribam ham yo'q darajada edi. O'qigan bo'lsam, Tom Sawyer kino qissasi-yu Alpomish va Gurug'li to'g'risidagi bir-ikkita dostonni va yana 3-4 hikoyani o'qigan edim, xolos. Lekin shunday bo'lsa-da, Qutlug'on romani da tasvirlangan hayot benihoya o'zbekona hayot ekaniga aqlim yetdi. Asarni hamma qahramonlari nechukdir avvaldan tanishga o'xshab ketishardi. Ular allaqaysi qarindoshlarimizni yoxud tanish-bilishlarimizni eslatar edilar. Ming afsuski, yo'lchi bilan Gulnor vafot etib ketishdi. Hayot qolishganda hozir ularni Toshkentning biror joyida qidirib topish va rosa marqab suhbatlashish mumkin bo'lardi. Roman qahramonlari shu qadar jonli, hayotiy tasvirlangan edi. Romanning mahorat bilan yozilgani keyinchalik menga pedagogik ishimda ham juda qo'l keldi. Men odatda talabalardan asar haqida maqolai kitoblardan ko'ra romanni o'zini o'qishni talab qilardim va buni qattiq tergardim. Talabaning kitobini o'qiganini aniqlash uchun asar syujetidan ayrim lavhalarni so'rashdan ham tortinmas edim. Odatda qitmir talabalar domlani oldiga poho solish harakatida bo'lishardi. Romanni o'qidingmi degan savolimga pinagini ham buzmay, ha, albatta o'qidim domlajon, deb javob berardi-da, kinofilm yoki spektakl bo'yicha asar mazmunini gapirishga kirishardi. Men uni to'xtataman-da, yaxshisi yo'lchini Qora Ahmad bilan mushtlashganini aytib bering deyman. Romanni o'qigan talaba bir zumda voqeani aytib beradi, o'qimagan esa domlajon, esimda qolmabdi deb chaynaladi. Men xunob bo'laman. Negaki bunaqa epizodlar xotirada har qancha chatoq bo'lmasin umrbod odamni esidan chiqmaydi. Rosta, kattakon shaharni it topmas tor ko'chasida hovli, qoshlari mushukbachaning dumiday qalin Qora Ahmad, devday ikki yigitning kimsasiz bir joyda jon-jahdi bilan olishuvi, yo'lchini qo'li bilan baland kela boshlashi bilan Qora Ahmadning g'irromlik qilib pichoq ishlatishi, yo'lchining chapdastlik bilan pichoqni urib tushirishi, jang tugagach yerda yotgan pichoqni olib raqibiga uzatishi, Qora Ahmadning yo'lchining mardligidan tan berib, Gulnorni yashirib qo'ygan joyidan olib chiqib, uni qo'liga tutqazishi, shahar ko'chalarida bemalol ketishi uchun opasini eski paranchisini olib chiqib berib, qaytarib tashlab ketishini iltimos qilishi. Axir bu voqealarni mudrab o'tirib, loqaydlik bilan o'qib bo'lmaydi-ku. Uni o'qir ekansiz, xayolan o'zingiz ham mushtlashuvga aralashib ketganingizni, yo'lchi tomondan turib Qora Ahmadning tumshug'iga bir-ikki tushirib, yo'lchi tomonda turib qolganingizni bilmay qolasiz. Yo'q, buni unutib bo'lmaydi. Kimki uni unutdim desa, demak u romanni o'qimagan. Asosiy mavzuga qaytaylik. Shunday qilib, 3 kun ichida romanni o'qib tugatdim. Lekin uning taassurotida yana ancha kun yurdim. Kitobni xarid qilib uyga qaytayotganimdagi xijillik unutilib ketgan edi. Men necha kunlar mobaynida roman nurlaridan shu'lalanib turgan bir afsonaviy dunyoda yashamoqda edim. Bir kuni kutilmaganda havoni bulut qopladi, chaqmoqlar chaqildi, momaqaldiroq gulduradi. Nogahoniy bo'ron boshlandi. O'sha kuni oqshom chog'i ayam ishdan qaytdi, ammo negadir u har kungidek ochiq qiyofatda emas, qovoqlari soliq, qarashlari qahrli edi. Ayam bir o'tirganda xonaga bosh suqdilar u o'z xonalariga kirib ketdilar. Biroz o'tgach meni chaqirdilar. Ovozlari tahdidli edi.
Men nima gapligini avvaldan sezganday yuragimni hovuchlab oldilariga kirdim. Ayam nigohlari bilan yeb qo'ygudek bo'lib menga qaradilar va ko'zimni olib qochdim. Maktabda qancha qaytim berishgan edi. Buvimga olib kelib berganman. Qancha edi? 15 so'm. 15 so'm? Shunaqami? 15 so'mmidi? Hali yolg'on gapiradigan bo'lib qolganmisiz? Qiliqlikni qilib endi aldamoqchi bo'lib qoldingizmi? Bir narsa havoni viz etib kesib o'tdi. Dumbamga qayish zarbi bilan urildi. Keyin yana. Go'yoki ikkita dumbamga hali ham qizigan temir bosilayotgandi. Og'riqqa chidab bo'lmasdi. Ust-ustiga kaltak yeyapman. Jonim og'riyapti-yu, xayolimdan bir bema'ni fikr o'tdi. Yaxshi ham odamning dumbasi bor, agar shu zarbalar boshga tushsa bormi? Kaltak zarbidan haqiqatni aytishga to'g'ri keldi. Chunki ayam bari haqiqatni bilib olgan ekan. Maktab direktori ayamni ko'chada ko'rib qolib, 30 so'm qaytim berib yuborganini aytibdi. Uni olmaganini so'rabdi. Qolganini nima qilding, yaramas? Kitob oldim. Qolgan 4 so'mdan hayitlikka ketdi. Havoda yana qayish vizilladi. Kimdan so'rading? Nega birovni pulini beso'roq ishlatasan? Bu o'g'rilik qilganday gap-ku, yashamagur. Shunchalik kuydirasanmi? Keyin urushlar to'xtadi-yu ayam birdan ho'ngrab yig'lab yubordi. Men Xudoga nima yozganman ha? Senlarni kiyimingga qaraymi, qorningga qaraymi? Bittangni topib kelishingni tayini yo'q. Senlarni boqaman deb o'lib bo'ldim-ku. Ho'kizday bo'lib qolibsan. Yonimga kirish o'rniga pul o'g'irlaysan. Yolg'on gapirib aldaysan, juvonmarg. Yo'qol ko'zimdan. Men ayamni gapini ikki qilmay asta tisarlab o'zimni xonamga chiqdim. Ana shunaqa Qutlug'qonning sharofati bilan men ayamdan bir marta ana shunaqa kaltak yeganman. Ammo buning uchun men zarracha ham xafa bo'lganim yo'q. Chunki chindan-da ayb o'zimda edi. Bundan tashqari yegan kaltaklarimni Qutlug'qonning yelkasiga ag'darish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Aksincha, oradan 10-15 kun o'tib kaltak zahri bitib ketdi, lekin bir umrga yuragimda bir haqiqat singishib qoldi. Hech qachon birovning puliga o'zimning moliga qo'l urish kerak emas. Hech qachon yolg'on gapirish kerak emas. Bular gunohi azim. Butun umrim davomida shu haqida bilib yashar kelyapman. Demak, Qutlug'qon menga bir olam huzur baxsh etibgina qolmay, balki mening axloqon bir baxya ulg'ayishimga ham sabab bo'lgan. Buni esa chindan-da Qutlug'qonning sharofati desa arziydi. Shuning uchun ham bu ulug' kitob men uchun g'oyatda aziz va ardoqli. 2000-yil